Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sovuq bo'lishiga qaramasdan bizda bitta yangiligimiz bor. Komandamiz bilan kelishdik. Hozir sizlarga hammasini tushuntirib beramiz. Ketdikmi? Ko'rsataman sizlarga. Oldinroq aytaman, adres Звездный metro. Ba'da Plov center. Buni hamma biladi. Ketdik, men hozir ko'rsataman. Bizlar nima tayyorlab qo'ydik? Hayit bayramiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana Shuhrat qayerda hozir? Ikkinchi xonada. İkinci xonada? Ketdik ikkinchi xonaga. Tak, 1 2 mana aka. Assalomu alaykum. Shuhratjon. Sog'lar yaxshimi? Shuhrat Global Center'da kattasi. В общем, bizlar komandamiz bilan bitta ideyamiz bor. Hayit bayrami yaqinlashyapti. Albatta. Bilasizmi? Shu bir kunga mana shu klinikangizda arendaga olmoqchimiz. Aksiya qilmoqchimiz, bir kunda besplatniy xizmat ko'rsatish. Xayriyaga. Shuni xayriyaga. Hammasi bepul bo'ladi do'stlar. Bir kunga обязательно kunini o'zi aytib o'taman. Kimlarni chaqirsak bo'ladi? Qanday kasalliklarga davo bera olasizlar? Shuni menga bir aytib bersangiz. Endi aka klinikamizda boshdan oyoq xohlagan sohangizda xohlagan muammoni hal qilsak bo'ladi. Masalan, boshdan oyoq, masalan, qanaqa? Masalan, bosh og'riqlar, tish og'riqlari, ichki organlar, bel og'riqlari, sustavlar, suyak og'riq, oyoq, travma, xirurg, erkaklar sohasida urolog, ayollar sohasida ginekologlar bor, ukol, kapelnitsa, xohlagan turdagi analizlar. Tak, do'stlar, hozir Shuhratjon ko'rsatadi, qaysi bo'limlar borligini, to'g'rimi? Ko'rsatasiz? Ketdik. Bu yerda bir jarrohlik bo'limi. jarrohlik bo'limi, xirurgiyamiz, mana ish jarayoni. Tak. Bu yerda protsedurni kabinet, ukol kapelnitsalar bo'yicha bemorlarimiz. Bemorlar osma olyapti, ha? Osma, ukol, fizioterapiyalar shu yerda. Bu yerda terapevt kabineti. Terapevt. Ish jarayoni. Ha, boya qarang, siz aytdingiz, erkaklar uchun erkak doktorlar, ayollar Erkaklar, uchun xuddi shunday, erkaklar sohasi bo'yicha erkaklar, ayollar sohasi bo'yicha mana ayollar, ayol doktorlar. ayol doktorlar bo'yicha o'zi hamma yog'i mana. Ha. Endi keyingisi. Bu yerda stomatologiyamiz. Aha. Stomatologiyada ham ayol vrachimiz, ham erkak vrachimiz borlar. Bemalolda. Bu tarafda ham xonalarimiz bor. Bu qanaqa Bu prosedura? yerda nevrolog, travmatolog, ortoped kabinetlar, mana ish jarayoni. Bemalol. Ha, nimani ko'rsatyapti-da orqasida? Da, bel sohasida poзвоночниклар, umurtqa pog'onasi, hamma bu yog'i bu. Travma, Ha, gips, nimalar hamma şeyda bo'ladi. hamma narsa bor. Tak, do'stlar, komandamiz o'sha lideriga telefon qilamiz hozir. Assalomu alaykum. Nasimqulov. Yaxshimisan? Sog'laring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Rahmat, sir. Tak, kelishganimizdek, Hayit munosabati bilan biz hozir keldik. Global Center'ga. Mana Shuhratni oldiga keldik. Mana Shuhrat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, tinchmisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat aka, o'zi yaxshimi? Xizmatlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. Endi shuni Inshaalloh mana shu xayrli ishga davay qilib qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa endi bir kunini belgilab olsak, mana shu musofirlarimizni xudo xolasa shu bir bitta aniq bir vaqtda chaqirsak, bir ko'riklarini bir tekinga qilibmi, kimdir o'sha musofir yigitlarimizni qaysidir bir kasalligi bordir, biror nimadan sog'likdan o'sha muammosi bordir. Inshaalloh shunga bir qo'ldan kelgancha davay qilyapsiz, rahmat. Rahmat. Biz xursandmiz agar yordamimiz tegsa ozgina savobga aka. hozir bizlar kunini belgilaymiz, bo'lmasam hamma yurtdoshlarimizga bu nima deydi? Biz bu harakatlarimiz hammasi bepul. Kelasizlar, kimda qanaqa muammo bo'lsa, videoda aytib o'tilgan edik. Полностью nima deydi? Boshdan oyoq butun vrachlar, hamma vrachlar bepul xizmat ko'rsatadi. Bepul xizmat ko'rsatadi. Так что videoni ko'rishni davom etinglar, kommentariy yozinglar, подписаться qilinglar. Musofir yigitlar
kelganimiz faqat kelsa bo'ldi. Opa singlimiz, aka ukalarimiz yoshidan qat'iy nazar, millatidan qat'iy nazar faqat kelishsin, sog'ligini tekshirib ko'rishsin, hamma narsa tekinga. Inshaalloh mana shu birlashib o'zbek aka ukalarimiz bilan birgalikda shu ishni tashkillashtiryapmiz. Faqat duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima dardga davo topsak bo'ladi, nima dard bilan borsak bo'ladi degan barcha savollaringga javob olishlaring mumkin. Eshitdilaringmi? Men o'sha kameraga baq qarab yotibman. Eshitdilaring, o'zlaring. Mana Shuhrat, в общем, kutamiz. Hozir kunini обязательно qoldiramiz. Qaysi kunga? Ertalab soat nechidan nechigacha? Tekin xizmatlar. Bo'ldi? Rahmat. Bir kunni belgilaylar, biz o'sha kunni bo'shatib, hamma vrachlarni to'plab xizmatga bo'lamiz, muammo yo'q. Kelishdingmi? Albatta, kelishdik. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir biz kunini aniqlaymiz. Qaysi kun ekanligini aytaman hozir. Так что biz kutamiz, o'zimiz she'rga bo'lamiz, xudo xolasa. Bosh qo'sh bo'lamiz, hammasini kontrol qilamiz. Mana shu bitta kunni yozib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar. Hammasi bepul. Bepul bo'ladi xizmatlar. Albatta, barcha xizmatlarimiz bepul bo'ladi. Так что kelinglar, yozinglar, обязательно подписаться qilinglar. Mana Главмед центр. Так что давай. Kutamiz.